Bugungi kelgan lokatsiyamizda 3 ta. Hozir ko'pchilik so'rashyapti, 2 sutuli kichkina bizaga mana kattalari. Bunisi taxminan 3 sutu, 6 ta xonali, yo 4 ta, yo 5 ta sanuzeli bor. Asosiy ko'cha tarafdan kirish, bu yoq tarafi orqa eshigi bo'ladi, letniy kuxnyalari bo'ladi, katta hovlisi, garajlari 3-4 ta mashina qo'ysak bo'ladi. Bunisi bitish jarayonida. Bunisi taxminan 2,5 sutuli, bunisi sal 2,5 dan oshiqroq. Sizlarga mana mashinasini obzor qilib beramiz. Qani keling. Mashina qo'yish uchun bemalol joyimiz bor. Bu tarafimizda yozgi oshxonamiz, umumiy sanuzelimiz. Hovlidagi umumiy sanuzelimiz. Betga bemalol tapchan qo'yib o'tirsanglar ham bo'ladi. Endi uyimizni ichkaridan kirib ko'rsatamiz. Bitta-bitta tushuntirib beramiz. Toshkent tumani, Keles Kirov, Zapravka ko'chadagi uylarimiz narxi ham yaxshi. Endi uy katta bo'lgani uchun rasxot ham ko'p bo'lgan, narxi ham o'ziga yarasha. Hozir ichkarini ko'rsatamiz. Uyimizga kirib kelishimiz bilan studiya formatda oshxonamiz mebel texnikalari bilan birga. O'ng tarafimizda umumiy sanuzelimiz, vannalari, bedeli qo'yilgan, tahorat qilish uchun hamma narsa sharoitlar bor. Bu tarafimizda katta mehmonlar kutib olish uchun mehmonxonamiz, pardalar qilingan, uyimizni bo'yi ham baland, oppoqona qilib qilingan. Bu tarafimizga televizor ilish uchun joylarimiz qoldirilgan. Hol, ochiq hol mana bu tarafi ikkinchi etajga, tepaga chiqish, pastga tushish, zinalarimiz ham keng qilingan. Mana bu tarafimizda bu kattalar uchun yotoqxona qilib foydalansak bo'ladi. Orqa tarafga oynalar ochilgan, havo aylanish uchun radiator, tupli pollari bor uyimizda. Uyimizni bitta umumiy ko'rinishini bitta ko'rsatingda, yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Shuncha mehnat qilinganda, buni shu holatga olib keltirish uchun o'zi bo'lmaydi. Endi ikkinchi etajga chiqib ko'rsatishdan oldin podvalga tushib ko'rsata qolamiz. Podvalga tushib kelishimizda bitta katta yaxlit hudud, bu tarafimizda kotelniy xonamiz, keyin buni bemalol xaludniy xona qilib qo'ysanglar ham bo'lar ekan. Endi ikkinchi etajni ko'rsatamiz. Zinalarimiz ham chiroyli qilib, kengina qilib qilingan ekan. O'ng tarafdan boshlaydigan bo'lsak, kattagina bitta mehmonlar kutib olish uchun mehmonxona qilingan, parda, lustralar ilingan, balkonga chiqish, u tarafdan yorug'lik aylanish uchun rom qilingan. Uylar e'tibor berayotgan bo'lsanglar, xonalari katta qilingan, bo'yi ham, qaddi ham baland qilingan. Narxiga yarashadi, hozir pulini aytamiz, o'zingizlar taxmin qilib turinglar, nech pul aytishimizni. Mana bu bitta endi yotoqxona qilib foydalansanglar bo'ladi. Romlari ham katta tashalgan. Bu umumiy sanuzelimiz bo'ladi. Dush qilib qilingan. Bu yana bitta yotoqxona qilib foydalansak bo'ladi. Shunda ikki taraf yotoqxona, o'rtasida umumiy sanuzel bo'lib foydalansa bo'ladi. Endi mana zinadan chiqqanda 4-xonamiz bu chap tarafdagi kattaligini qarang mana buni. Bu родительский spalni 1, 2, 3, 4, 5, 6 metrdan oshiqroq ekan. Qarang. Bu yerda umumiy sanuzel. Endi men почти ko'rmaganman. Umumiy sanuzelda bunaqa katta rom borligini ko'rsating sanuzelimizni. Mana umumiy sanuzel xonaning ichidagi sanuzelimizda ko'rasizlar o'zingizlar mana katta rom ham qo'yib qo'yishgan. Pul ayalmagan, tejalmagan, ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Shu uyimizni narxini 225 ming so'rashyapti. Bu start narx. Telefon nomer qoldiramiz. Yana kelishtirib beradigan joyi bor. Ana katta uy so'rayotgan tanishinglar bor edi-yu, 2 sutuli uylar bizga to'g'ri kelmayapti deyishgan tanishinglarga bemalol jo'natib qo'ysanglar bo'ladi. Kelib ko'rishsa, tepasida yana kelishtirib beradigan joyi bor ekan. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Sog'-omon bo'lasizlar. Agar yoqqan bo'lsa, uyimizda shunaqa uylarda yashash nasib qilsin deydigan insonlar bo'lsa, bu YouTube, Telegram kanalimizda bo'ladi. Bitta bosib qo'yasizlar. Rahmat, sog'-omon bo'lasizlar.